Mulk tilla degani uni yig'ib qo'yib, saqlab qo'yish degani emas. Mulk tilla degani siz uni arzon narxga sotib olib, mazza qilib ishlatib yurasiz degani. Men sizlarga 7 ta braslet tayyorlab qo'yganman. Hammasi ideal holatda. Hozir bitta-bitta ko'rsatib chiqaman. Birinchi brasletimiz suzma. Buni narxini ko'ramiz. 554 gram. Buni narxi $515. Ikkinchisi ham suzma. Bu undan sal og'irroq edi. 610 gram. Buni narxi $567. Keyingisi shapart. 436 gram. Buni narxi $406. Keyingisi Versace'ga tegishli. Buni grami 537, buniki $499. Gurmet. Hamma opalarimizga yoqadigan gurmet. Buniki 1244 chiqdi. Gurmet hamma biladi, sal qimmatroq yuradi. $1156. Buni og'irligi uchun qimmat. Chanel brasletimiz. Bunimiz 756 ekan. Hop, buni $704 qilib beramiz. Christian Dior. Hammasi ideal holatda, 593 gram. Buni narxi $550. Mulk tillalar $95 bo'lib turgan paytda men sizlarga buni $93 dan hisoblab berdim. Keng assortimentda mulk tilla xarid qilmoqchi bo'lsanglar, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar yoki direkt aloqaga chiqinglar.